Bugun Angliya va Norvegiya to'qnashadi do'stlar. Angliyalik futbolchilar mukammal o'yin ko'rsatishlari juda ham zarur. Nimaga bunday deyapman do'stlar? Chunki ular bitta vaziyatning o'zida gol urib ketishi mumkin bo'lgan futbolchiga qarshi maydonga tushadi. Uning ismi Erling Haaland. Jahon chempionatidagi 4 ta o'yin 7 ta gol. U har 14 marta to'pga teginishda bitta gol urmoqda. U shunday futbolchiki, uni o'yindan butunlay chiqarib tashlashning iloji yo'q. Chunki hatto uni to'xtatgandek tuyulsangiz ham u baribir gol urish yo'lini topadi. Uning Braziliyani ham mag'lubiyatga uchratganidan xabaringiz bo'lsa kerak. Endi savol shuki, ular qaysi nuqtagacha yetib borishadi? Bilamizki, Norvegiya terma jamoasi safida gollar mashinasi bo'lgan Erling Haaland bor, ammo ularga munosib javob ko'rsatadigan futbolchi Angliya milliy terma jamoasida ham albatta bor. Bu futbolchining ismi esa Harry Kane. U ham bu turnirda 6 ta gol urdi va futbol tarixini qayta yozayotgan mavsumni o'tkazmoqda. Ular bir xil pozitsiyada o'ynashadi, ammo uslublari mutlaqo boshqacha. Haalandga gol urish uchun bitta imkoniyat kifoya. Keyin esa o'sha imkoniyatni o'zi yaratadi. Balki aynan shu hal qiluvchi omil bo'lar. Lekin biz do'stlar faqatgina 2 nafar futbolchining qarama-qarshiligi bilan cheklanib qolmaymiz. Biz yana maydonda Edegor hamda Declan Rice qarama-qarshiligi, shu bilan birgalikda esa Nusa va Saka qarama-qarshiligini ham kuzatib boramiz. Qayerga qaramang iste'dodlar, qayerga qaramang jang ko'rishimiz aniq. Bugun tungi soat 02:00 da ikki davlat to'qnashadi va bitta xato hammasini hal qilishi mumkin. Chunki Erling Haalandga qarshi o'ynaganda hatto mukammallikning ham o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Do'stlar, siz mana shunday super to'qnashuvni jonli efirda hech qanday qotish yoki uzilishlarsiz tomosha qilishni istaysizmi? Unda hozirroq profilim opisiyaniyasida link ko'rsatilgan Telegram kanalga o'tib oling. Ha, aytgancha, navbatdagi yarim finalchi kim bo'ladi? Norvegiya yoki Angliya? O'z variantlaringizni izohlarda yozib qoldiring.